Sen charchagansan, lekin buni oddiy charchoq deb o'ylama. Bu ichingda nimadir o'lib borayotganining belgisi. Kendi ismli bir qiz bor edi. Uning bolaligi omon qolish uchun kurash edi. Rezervatsiya, qashshoqlik, ruhiy jarohatlar, opasining o'limi. U yashash uchun dastgator bo'lishni o'rgandi. Doim ishladi, o'qidi, har soatda o'zini mukammal qilishga urindi. Faqat bir kunga yetarlicha yaxshi bo'lish uchun va u buni uddaladi. Obro'li ish, MBA, tan olingan yutuqlar, oila, moliya, lyuks hayot. Tashqaridan qaraganda ideal hayot. Ichkaridan esa bezovtalik, har yakshanba qo'rquv, vahima, uyqusizlik va hamma narsa qulab tushadi degan tuyg'u. Bir kuni oddiy tibbiy ko'rikda uning qon bosimi 200 ga 110 ekani aniqlandi. Shifokor unga bu sizni o'ldirishi mumkin. Zudlik bilan yoting, dam oling. Shunda ham u nima deb o'yladi? Nihoyat men qonuniy ravishda uxlay olishim mumkin. Bir necha kun ishdan, javobgarlikdan dam olganidan so'ng ko'p narsaga ko'zi ochildi. Charchoq ishning o'zi emas. Bu o'zingizni yo'qotish. Biz charchaymiz, chunki o'zimizga emas, begonalarga xizmat qilyapmiz. Kendi eng zo'r rahbarlarni o'rgandi. Ularning doimiy stress darajasi 10 balldan 9 ball edi. Ammo ayrimlari umuman ichki kuyish nimaligini bilmas edi. Nega? Chunki ularda emotsional intellekt rivojlangan edi. Emotsional intellektga nimalar kiradi? O'z hissiyotlarini tan oladi, stressni boshqaradi, chegarani his qiladi, vaqtida tiklanadi. Yordam so'rashdan qo'rqmaydi. Qaysi maqsad o'ziniki, qaysi begona ajrata oladi. Va ularda 5 asosiy ko'nikmasi mavjud edi. Onglilik, his va holatlarni payqash, o'zini boshqarish, salbiy fikrlarni to'xtatish, ma'noli aloqalar, yaqinlar, ish, ijod, dunyoqarash, pozitiv, umidli ruh, tiklanish va ma'no izlash, o'z yo'lini topish. Eng asosiy savol, men kimning orzulari bilan yashayapman? O'zimniki bilanmi yoki boshqalarnikimi? Xulosa, charchoq bu dard emas, bu signal. Sen kuchlisan, lekin o'zingni eshitishni o'rganishing kerak. Immunitet bu dam olish emas, har kuni o'z holatingni anglashda. Omad yor bo'lsin.